va outsider bilan kuchlashyapti. Aral jamoasi ikkita o'yinda mag'lubiyatga uchradi. Ikkala jamoada ham ko'proq amalga oshirilsa ajab emas. Hozir esa himoyachi xatoga yo'l qo'ydi va yana bitta hujum. Bu yerda esa futbolchilar bir-birlarini tushunmay qolishdi. Aral jamoasi a'zolari, mana zarba, bu rikoshet bo'ldi, kimgadir tegdi. Albatta o'yindan oldin men OKMK jamoasi matbuot xizmati xodimi Abbos Mavlonov bilan suhbatlashdim va bir qator ma'lumotlarni oldim. Xavfli zarba berildi hozir uzoq masofadan turib. Aral hisobni ochishi mumkin edi. Mehmonda 1-1. Ularning birinchi durangi Farduni 2-0 hisobda yengishdi. 6-turda esa Lochin bilan durang. Hozir 1-1 vaziyat va zarba yo'q. Endi gol. Bu yerda Asadbek Sobirjonov o'sha tajriba borda baribir. Tepaman deb to'pni orqaga qoldirdi, o'zi ham tepsa bo'lardi. Ali Abdurahmonov uchrashuvda hisobni ochmoqda. Keling ko'ramiz. Mirjamol Qosimovdan super pas. Asadbek Sobirjonov aldayapti va tepmayapti. Shu yerda ham pas. Ishonch bilan o'ynashdi-da, ishonch bilan va himoyachilar hech narsa qila olisha olmadi. Mirjamol Qosimovdan super pas. Aytyapman-ku, otasi yo'qligida qandaydir bir o'zini erkin his qilayotgan bo'lsa ajab emas. Chiroyli gol. Sobirjonov ham yaxshi o'ynadi. To'pni yetkazib berishi va osongina Ali Abdurahmonov gol uryapti. Ali OKMK to'pni nazorat qilmoqda. Endicha darvozabon ikkinchi urinishda to'pni egallab olyapti. Zarba darvoza tomon. Standart vaziyat. Zarba gol. Osonlik bilan urishdi. Hattoki ikkinchi qavatdagi kurashlarda ham tajriba o'z so'zini aytyapti. Shahzod Tairov. Juda bo'sh qoldirishdi. Hattoki orqaga ikkita qadam tashlab yuqoriga sakrayapti. Yonma-yon turgan futbolchi oldinga ketib qoldi. Himoyada qaytarishdi Aral jamoasi a'zolari to'pni. Bu yerda esa xato. Zarba noaniq. Hozir ko'ramiz. Yo'q, bu aynan zaxiradan maydonga tushgan Uroshkoyich. To'p jarima maydonchasi ichida, zarba. Yo'q, zarbagacha bormadi Sobirjonov. Dinamo Lochinni 4-2 hisobda mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa-da, oxirgi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan ikkita gol ularga qimmatga tushdi. Hozir OKMKning hujumini ko'rib olamiz. Koyich to'p sherga yetkazib berdi. Zarba! Zo'r pozitsiyada edi. Ikkinchi o'rinda 6 ochko. Bu guruhdan hozircha mana shu ikki jamoa o'zi kutilgan edi. Opa! Mana imkoniyat. Intrigani hosil qilish mumkin bo'lgan holat. Mark Krasnov maydonga tushmoqda. Qanday gol urishdi hozir. Aral jamoasi a'zolari gol urishdi. Voy toba. Maydonga tushmoq gol urdimi Mark Krasnov. OKMK jamoasi darvozasiga to'p kiritdi.
tushdi, sakradi va gol urdi. Georgiy Papava o'tkazib yubordi. Unda ham bitta qadam oldinga o'tib ketgan edi. Saqlab qolishdi. Hujum davom etadi. Uzoq masofadan zarba esa ko'ngildagidek chiqmadi. Buni mana biz ko'ra olmadik. Demak, darvozabon to'pni o'ngga kiritib berdi va aynan shu pallada Asker Najafaliyev uchrashuvga yakun yasab beryapti. OKMK va Aral jamoalari o'rtasidagi bahsda hisob 2-1.